o'tirishda oldin telefonlarimizni yo'qotdik sumkamizga yoki mayli давайте qo'limizga ushlaymiz-da. Chiroyli bo'lib, chiroyli asankamiz bilan doim tekizda xotirjamlik bilan kirib kelamiz va sumkamizni ham hech qachon stol ustiga qo'ymaymiz. Iloji boricha stolni orqa tarafiga yoki mana bunaqa tarafiga ilib qo'ysanglar bo'ladi. Yoki-da hozir juda ham ko'p restoranlarda sumka uchun nima bo'ladi? Podstavka bo'ladi. So'rasanglar o'tirishdan oldin ofitsiant обязательно olib kelib beradi. Endi bu restorandagi holatni ko'rib chiqamiz. Sumkamizni qo'ydik, telefonimizni sumkamizning ichiga solganmiz va agarda erkak kishi bilan uchrashayotgan bo'lsanglar, sizlarni stulinglarni ular nima qiladi? Orqaga surib beradi. Hech qachon o'zimiz qizlar stuli og'ir bo'ladi, mana bunaqa qilib qiynalib surmaymiz. Agarda lekin hech kim bo'lmasa yoki o'rtog'inglar bilan, opanglar bilan, ayol kishi bilan uchrashuvga kelgan bo'lsanglar, sizlarga tortish noqulay bo'lsa, bemalol ofitsiantdan so'rashinglar mumkin qizlar. Stol tortib berish. Lekin u holat ham bo'lmasa, o'zimiz iloji boricha akkuratni tortishman, masalan, kuchimni qiynalib tortaman-da qizlar. Kuchim yetmaysa, mana shu videogani chiqib ketadi. Akkuratni tortamiz. Qaranglar, chiroyli o'tirdik stolni uchiga va ikkita qo'limiz bilan o'zimizga qulay qilib, orqaga, oldiga surib olamiz. O'zimizga ovqatlanishga, o'tirishga qulay qilgan holatda. O'tirish qoidalarini sizlarga old tarafda keyinroq yana tushuntirib beraman, chunki hozir ham sizlar aksariyat juda ham o'tiribsizlar. 20-30% deylik, qo'rqmaysiz.